8 sotuli uchastkamizni mana fasadini bitta ko'rsatib beringda. Fasadimiz zo'r. Asfalt ko'cha, stalba освещение. Lokatsiyamiz ham juda ham yaxshi. Bu uchastkamizning narxi 178 ming birgalikda ko'rib chiqamiz. Keling. Asosiy mana shu darvozadan kirganimizda bemalol 5 ta yoki 6 ta mashinani sig'dirsangiz bo'ladi. Xo'p, tashqi hovlimizni mana qora suvda turibdi. O'zingiz uchun chiroyligina, oppoqqina traventinlardan qilib qo'ysangiz, o'zingiz uchun mazza qilib kirganingizda nastroyeniyaringiz ko'tariladi. 8 sotuli uchastkamizga qarang. Mana bu hovlimizda binomizda 4 sotiga qurilgan. 4 soti o'zini mana bunaqa yashil hududi bor. Keyinchalik o'zingiz uchun yoki aka-ukalarga ham juda zo'r variant. Bu yoq 4 sotiga дополнительный qurilish qilsangiz ham bo'ladi. Manzil qiziq bo'lsa kerak. Toshkent shahar Yunusobod, Hasanboyni bilsangiz kerak. Betonka postdan 1,5 kilometr sho'tgacha kirib kelamiz. Bunaqa 8 sotili uchastka bu lokatsiyada 178 ming boshlang'ich narx bilan topa olmasangiz kerak deb o'ylayman. Ma'lumot uchun telefon raqamlarimni endi ichkarini ko'ramiz. Ichkarimizda bizda 6 ta xona, 2 ta sanuzel va tashqi sanuzel va podvollari ham mavjud. Keling, mana bu tarafdan boshlaymiz. Abi kirishimiz bilan kattagina hovlimiz bo'ladi. Bu hovlimizdan mana chap tarafga birinchi xonamiz. Keling, qaytib chiqadigan bo'lsa, bu tarafimizda ikkinchi gastevoy hisoblanadi. Yana qaytib chiqamiz, bu uchinchi xonamizda bizda spalniy garnituralari mana chiroyligina bemalol Xitoymi, Turkiyami katta spalniy garnituralarni olib kelsangiz, bemalol sig'adigan xona. Bu yog'imizda esa bizda sanuzellarimiz ko'ryapsiz, chiroyligina akkuratni kafellar taqilgan. Endi bu tarafga kiradigan bo'lsa, bu tarafimizda ham bizda 3 ta xonamiz va o'zining sanuzellari ham mavjud. Mana bu tarafimizda detskiy bolalar yotoqxonasi. Qaytib chiqadigan bo'lsa, mana ichma-ich bu yoqni detskiy qilasiz, bu yoqni rodительskiy spalniy qilib qo'yasiz. Chaqaloqga juda mos. Mana bu yog'imizda debsa sanuzel. Qaytib chiqamiz. Bu yoq tarafimizda esa bizda mehmon kutadigan gastevoy. Gastevoylar ham juda ham katta. Xo'p, tashqariga chiqamiz, endi oshxonaga o'tamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana hovlida bu yoq tarafda alohida bizda oshxonamiz joylashgan. Stroyni kuxna garnitura tayyor o'rnatilgan va bu yoq tarafda mana ko'rsatib o'tay sizga podvolga tushadigan joyimiz bor va bu yog'imizda esa bizda tashqi sanuzellari ham mavjud. Mana bu yoqda ham chiroyligina kafellardan qilib qo'yishgan. Va mana bu yoq tarafni bitta ko'rsating, yozgi oshxonaga bemalol shu yerda o'sha gaz podacha, kanalizatsiya, suv, o'sha polni o'rnatib qo'yilgan. Просто mebel obstanovka qilib olsangiz bo'ldi. 178 mingga bunaqa uchastka topa olmasangiz, bizda bor. Ma'lumot uchun telefon raqamlarimni tezda aloqaga chiqing.